Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun sizlar bilan Kotlin dasturlash tilida matritsani matritsaga ko'paytirish dasturini tuzamiz. Buning uchun bizga 5-dars yangi bitta Kotlin fayli kerak bo'ladi. Matritsa deb qo'yamiz. Matritsa asosiy funksiyani yozamiz. Buning uchun bizga scanner funksiyasi kerak bo'ladi. Oldin matritsani matritsaga ko'paytirish qanaqa bo'lishini tushunib olaylik. Deylik, A matritsa elementlari berilgan. A matritsani elementlari teng bo'lsin Q3 ga hamda 3 ga. Bitta kopiya olamiz shundan. B matritsani elementlarini ham yozib chiqamiz. Misol uchun Q1 ga hamda 3 bo'lsin bilan. Endi shularni o'zaro ko'paytirganda qanaqa ko'paytiriladi? Q3 1 ga o'zaro ko'paytirilganda Q1 hamda 3 o'zaro ko'paytirilganda oldin 2 ni 2 ga ko'paytiramiz. 2 ko'paytiruv 2 qo'shilgan 3 ni 3 ga ko'paytiramiz. 3 ko'paytirilgan 3. T ga yozamiz. 2 ni ko'paytiramiz. 2 ni ko'paytiramiz 1 ga. 2 ko'paytirilgan 1 qo'shamiz. 3 ni ko'paytiramiz 1 ga. 3 ko'paytirilgan 1. Endi ikkinchi safar yozamiz. 3 ni ko'paytiramiz. 3 ni ko'paytiramiz 1 ga qo'shamiz. Oldin mana bu 2 ni 1 ga ko'paytiramiz hamda 3 ni mana bu 1 ga ko'paytiramiz. Qo'shamiz. 3 ni ko'paytiramiz 1 ga. Keyingi qatorda mana bu 3 ni 1 ga ko'paytiramiz. Qo'shamiz. 1 ni 1 ga ko'paytiramiz. 1 ko'paytirilgan 1. Keyingi qatorda ularni yig'indilarini olamiz. 2 kere 2 4 plus 9. Keyingisi 3 2 plus 3. Keyingisi 2 plus 3. Mana bu qatorda 3 ni 2 ga ko'paytirishimiz kerak. 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Keyingi qatorda 1 ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. 3 kere 1. Ya'ni bu yerda 6 plus 3. Bu qatorda esa 3 plus 1. Buni yana javobini oladigan bo'lsak, 13 5. Bunisi esa 9 4 bo'ladi. Shunda oxirgi natijamiz 13 5 9 4 chiqadi. Endi xuddi shuni dasturni tuzamiz sizlar bilan hozir. Buning uchun bizga bitta
matritsa A matritsani olamiz. R n, ya'ni biza n print matritsani o'lchamini kiriting. Val in scanner.int next int val in, misol uchun bunga o'lcham beramiz 50 ga int array 50. Bu A matritsa uchun bo'ldi. Bizga xuddi shunaqa B matritsa hamda C matritsa kerak bo'ladi. B matritsa deymiz, bo'lsa esa C matritsa deymiz. Endi print A matritsani elementlarini kiriting deymiz. For in, birdan boshlaymiz hammasini bu safar. 1 n'gacha. For g in 1 n'gacha. A i g scanner.next int. Fordan chiqamiz. Cout A matritsani elementlari deb chiqadi. For in 1dan n'gacha. For g in 1dan n'gacha. Cout A i g elementlarini chiqaramiz. Bu bizdan A matritsani elementlari chiqdi. Endi xuddi shunday tartibda print B matritsani elementlarini kiriting. For in 1dan n'gacha. For g in 1dan n'gacha. B i g bundan ham chiqamiz. Buni siklidan cout B matritsa elementlari. B matrisaning elementlari. For i in 1 n'gacha. For g in 1dan n'gacha. Cout B i g deymiz. Cout A matritsani kiritdik, B matritsani kiritdik, ularni hammasini ekranga chiqardik. Endi qiladigan ishimiz C matritsani ishlash bo'ladi. Ya'ni matritsani matritsaga ko'paytirish bo'ladi. Mana buni olamiz deb biz mana bu yerda e'lon qilib, mana shu dozda javobini chiqaramiz. For i in 1dan n'gacha. For g in 1dan n'gacha.
SEG ni 0 ga tenglab olamiz. For bitta P degan o'zgaruvchi olamiz. In I dan N gacha deymiz. Endi matritsani SEG ni SEG ga ko'paytirib yig'indini hisoblaymiz. Ko'paytirilgan A I P plus B matritsani P P-inchi hamda J-inchi elementlarini yig'indini olib turib oxirida ko'paytirsin dedik. Ya'ni mana ko'paytirib yig'indini oladi o'rtada. O'sha jarayonni qildik hozir biz. Endi bu for siklidan chiqamiz hamda cout A matritsani B matritsiga ko'paytirishdan hosil bo'lgan son deymiz. A ko'paytirilgan B matritsa. A matritsani B matritsiga ko'paytirishdan A ko'paytirilgan B matritsa deymiz. Bo'ldi. Javobi tegida chiqadi. For I in 1 dan N gacha for G in 1 dan N gacha endi bu yerda print C matritsani chiqazib qo'ysak bo'ldi. C I G bitta joy tashlab cout print N. Bo'ldi. Endi dasturni ishga tushiramiz. Hamda klaviaturadan mana pastda hisoblab chiqargan javoblarimizni, ya'ni A matritsa uchun 2 3 3 1. Matritsani o'lchamini kiriting 2 deymiz. A matritsaning elementlarini kiriting 2 3 hamda 3 1. A matritsani elementlari 2 3 1. B matritsani elementlarini kiriting. B matritsani elementlari 2 1 hamda 3 1. 2 1 hamda 3 1. Ko'paytirishda natijamiz 0 bo'lib qoldi. Hozir topamiz. SEG 0 dedik. Mana bu yig'inda bo'ladi birinchi, keyin ko'paytiriladi-ku. Mana yig'inda o'rtada bo'ladi, keyin bular o'zaro ko'paytirib qo'shiladi oxirgi. Dasturni qayta ishga tushiramiz va biz poyiga sonlarni kiritamiz. 2 3 3 1. 2 2 3 3 1. B matritsa uchun B matritsa uchun 2 1 3 1. Uch 5 3 1. Ben sonlarni noto'g'ri kiritib yubordim shekilli. Dasturni boshqatdan ishga tushiramiz. Matritsani o'lchamini kiriting 2. Hozir mana A matritsa uchun 2 3 3 1. 2 3 3 1 to'g'ri. B matritsa uchun 2 1 3 1. Mana dasturimiz A ni B ga ko'paytirganda 19 5 9 4 chiqyapti. Mana A ni B ga ko'paytirganda 13 5 9 4 chiqyapti. Dastur to'g'ri ishlayapti. Buni o'zingiz ham yozib bir tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Oldin mana bu yerda qo'lda hisoblab olib, keyin bunga tashlasanglar, shunda aniq natijasi kelib chiqadi.
Shu bilan bugungi mavzuyimiz, ya'ni massivlar mavzusi o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi mavzularda ko'rishguncha salomat bo'linglar.